qariganda bolangizdan mehr ko'rishni, bolangiz bilan yaxshi munosabatda bo'lib, ularning rohatini, xizmatini ko'rishni xohlasangiz, yoshligida bolangizga bir mehr ko'rsating. Keyingi paytlarda shunaqa bo'lib ketdiki, bir dasturxonda o'tirish yo'qolib ketdi azizlar. Ertamandan kechgacha ko'chada bo'lib qolyapmiz. Qachon oxirgi marta bir dasturxonda bola chaqamiz bilan o'tirib ovqatlanganimizni ham bilmaydigan holat bo'lib qolyapti. Chunki qiyin bo'lib ketdi. Hamma ish bilan ovora, ko'chada ovora, u yoqqa yuradi, ulfatchilik qiladi, bo'ladi. Bola bilan qachon o'tiradi, qachon suhbatlashadi? Kattalar hozir eslaylik, yoshligimizda dasturxon ustida o'tirgandagi otamizdan eshitgan hikoyalar, onamizning nasihatlari hozirgacha esimizda turadi. Otam bunaqa degan edi, onam bunday degan edi. Shu gaplarni qayerda aytgan? Shu bir dasturxon ustida o'tirib aytgan. Biz farzandlarimizdan uzoqlashib qolyapmiz. Ertaga ulardan ham bizga javob bo'lishidan qo'rqishimiz kerak. Mehr ko'rsataylik, ularga yaxshilik qilaylik, ko'nglini olaylikki, bolalarimizni tarbiya qilaylikki, ertaga ular bizning xizmatimizda bo'lsin. Va ularni oldida biz ota-onamizga xizmat qilaylikki, ular ko'rib tarbiyalansin. Ana o'shanday xizmatda turib, bugun ota-onamizning duolarini olib olgan bo'lsak, inshaalloh ishlarimiz rivoj bo'ladi, jannat eshiklari ochilgan bo'ladi.